Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudida 1994-yilda tug'ilgan fuqaroga sud hukmi o'qildi. U giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan ayblanmoqda. Xo'sh, chindan ham ushbu shaxs yuqoridagi ishlarni qilganmidi? Yana unga qanday ayblovlar qo'yilmoqda? Hamkasbimiz Sayyodbek Qurbonov sud zalida bevosita ishtirok etdi va batafsil so'zlab bermoqchi. 30 yoshga ham to'lishga ulgurmagan ushbu shaxs tengdoshlari kabi qilgan ishlari bilan maqtana olmaydi. Chunki uning hayot yo'llariga allaqachon qora dog' tushib bo'lgan. Biz bilan suhbatda bo'lgan sudlanuvchining aytishiga qaraganda, u 16 yoshdayoq giyohvand moddalarni iste'mol qilishni boshlagan. U zahri qotil insonni oxiri jarlikka yetaklashini 30 yoshda anglaganidan afsusda. Vaqtim davomida davlatimizga, xalqimizga, jamiyatga juda katta nafim tegishini tushunib yetdim. Men juda ko'p, bir oyda 30-40 gram, 50 gram chekardim. Men o'zim ahmoqligim uchun mana shu yo'lga kirib qolganman. Men jamiyatdan, xalqimdan men kechirim so'rayman. Agar menga bir marta imkoniyat berilsa, men bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanaman. Sudlanuvchi ota-onasiga ayni yordam beradigan, umrining eng gullagan yoshlik davrida narkotik moddalarni iste'mol qilibgina qolmay, uni sotish bilan ham shug'ullangan. Bu narsani sotib olaman, juda ko'p narsalarimdan ayrilganman. Menga yaratgan Taolo bergan to'qchilik ne'mati ota-onamni shuncha topgan tutganini havoga uchirib olgan. Nimani yo'qotdingiz? Nimalarni sotdingiz? 4 ta mashinalarimni yo'q qilib olganman. Davlat ayblovchisi sudlanuvchiga 11 yil qamoq jazosi berishni so'ragan. Sud hay'ati quyidagicha hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 276-moddasi 2-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksi 276-moddasi 2-qismining A bandi bilan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.